tabriklayman, muborak bo'lsin. Umidjonni shunaqa yaxshi ko'raman shu bolani. Umidjon bildimi? Yo'q, biz uni sinadik hozir. Biz uni sinadik. Kelib nima dedi? Menga aytdi, bir ishga bordik dedi. Keyin bittasini dedim, uni farzand kasal ekan dedi, o'zi asma ekan dedi. Xo'jayim rahmatli shu asman orqasidan ketganda, shuchi rahmat dedi. Ana pul berganni berib yubordim. Yaxshi qilsa bo'laman. Xo'jayim shunaqa qilganda. Dalam qiynalgan ko'rganman Davidni. Sababchi bo'lib qolay deb tuzalib ketishi yo'q. Alloh rozi bo'lsin bolam. Mashalloh. Nega berding Majidga? O'zimiz kerak edi-ku, demadingizmi? Allohimga shukr, bizda bor. Xudoga shukr. Qiynalganimiz yo'q, Xudoga shukr. Bor. Subhanalloh, azizlar, bizga mana shunday tavakkal yetishmaydi. Bizga mana shunday muhabbat, mana shunday ixlos yetishmaydi, azizlar. Ularni qarang, o'zlarining uylari ham yo'q, yaqinda bir ijara uyda turishardi. Uylari ham buzilib ketdi. Tashlandiq bir joyda hozir yashab kelishmoqda. Onalar ishlamaydilar. Bu yosh farzandlar hali voyaga yetmagan, bu maktabda o'qish kerak bo'lgan holatda og'ir mehnat bilan katta bo'lishyapti. Shunda kutilmagan joydan bir inson ularga 10 million so'm berganida tavakkal bir qiynalgan insonga farzandi uchun shunda hadya qilib beradilar, ehson qilib berdilar. Qarang. Mashalloh, bizga mana shunday muhabbat yetishmaydi bizlar. Siz tasavvur qiling, sizni oldingizga kimdir muhtoj bo'lib, sizni oldingizga kimdir kelib oladi. Mashalloh. Yig'ladi, bilmadim, o'zim yig'layapti. Jonim bolam, bo'l. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Biz aytmoqchi bo'lgan ibrat mana shu edi, azizlar. Siz yordamga muhtojmisiz? O'zi hammamiz yordamga muhtojmiz. Muhtoj emas insonning o'zi yo'q. Mo'min borki, har lahza Allohga muhtoj, yordamga muhtoj. Siz nimadir so'rayapsizmi? Dastavval o'zingiz qadam tashlang. Atrofingizda qancha qiynalganlar bor, qancha sizdan yordam so'rab kelganlar bor. Qarindosh urug'lar orasida, mahallada, qo'ni-qo'shnilar orasida, tumaningizda, qishlog'ingizda, shaharda qancha mazlumlar yig'lab turibdi, azizlar. Shularni rizqi sizning qo'lingizda. Shularni xursandchiligi sizning qo'lingizda. Mana shularga siz bir narsa berib o'zingiz ko'p narsa olasiz. Ya'niki bizni o'sha shiorimiz olganim emas, berganim o'zimniki. Mashalloh. Bugun Oqqo'rg'onga Allohning rahmati yog'adi inshaalloh. Oqqo'rg'ondagi muruvvatchi ukalarimizdan, shu ishga hissa qo'shganlardan, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh mana shu hozir ko'zlaridan yosh oqib chiqdi xursandchilikdan. Sizni ehsoningiz qabul bo'ldi. Bunga aniq ishoning va inshaalloh Alloh siz va bizni mag'firat etadi. Inshaalloh hammalarimizni joyimiz jannatda. Alloh shukrlar nasib etsin. Endi yuringlar. Uyga endi ko'chirib